Assalomu alaykum. Assalomu. Hurmatli do'stlarimiz, mana bugun bizga kontrolga yana yosh qizcha keldi. Ana onajon o'zingiz gapiringchi, qanday bo'lyapti? Zakonli bo'lyapti. Shunday kichkina vaqtimdan apsa, bu deydi tiklanadim da yeri. Katta bo'lib ketsa ko'kraklar chiqib, operatsiyaga kiradi. Necha yoshda qizimiz? Hozir 8 yosh. 8 yoshda. Mana tushuntirib. 7 yoshda olib keldik. To'g'ri. Bizni mana bu tomoshabinlarimiz tushunish kerak. Qizlarda biz qo'l qildik faqat 12 yoshgacha ishlatamiz. Chunki 13-14 yoshda ko'kraklar o'sganda, balog'atga kirganda, menstruatsiya kelganda уже kech bo'ladi, suyuqda tezroq qotadi, operatsiya qiladi. Shuning uchun ota-onalarga tushuntirish kerak. Qizlarni mana shunday kichkinaligida olib kelish kerak bizga. To'g'rimi? Qani bitta ko'rsatguncha qanday bo'lyapti mana deformatsiyamizni o'zgarishi. Mana tekis bo'ldi. Tekis bo'lgan, lekin biz Tadavvur o'ydiq edi. kontrolga kelgan bo'lsa ham, hozir bizni tavsiyamiz baribir yana bir necha oy davom etish. Kuzgacha kamida taqadi, baribir уже chuqurimiz yo'q, to'g'ri? Chuqur yo'q. O'zing aytchi, og'riqlar bormi? Qanday his qilyapsan? Qanday yuryapsan? Og'riq bormi? Necha soat taqayapsan shuni? 18 dik. 18 soatgacha taqib yuribdi. Hatto ko'pchilik невозможно deydi. Как очень даже возможно, mana kichkina qizimizdan 18 soatgacha taqib yuradi. Besh tasha. Молодец.